O'zbek davlatchiligi tarixida o'zining yuksak maqomiga ega bo'lgan shunday davlat arboblari o'tganki, ular haqida soatlab gapirish mumkin. Zamonaviy o'zbek davlati asoschilaridan biri, siyosiy peshqadam bo'lgan Fayzulla Ubaydullayev Xo'jayev bunga yorqin misoldir. 19-asr oxirida Buxoro amirligi Rossiya imperiyasiga bo'ysunuvchi yarim mustaqil davlat edi. Buxoro amiri rasman davlat hukmdori sanalsa-da, amalda xalqaro va qisman ichki masalalarda imperiya manfaatlari doirasidan chiqa olmasdi. Buxorodan 18 kilometr janubda joylashgan Kogon shahrida Rossiya imperatorining maxsus vakili qarorgohi joylashgan bo'lib, bu shaharchada amirlikning emas, balki Rossiya imperiyasining qonunlari amal qilgan. Shu sababdan aksar hollarda amirlikda jinoyat sodir etgan kishilar, xususan siyosiy jinoyatchilar, Kogon shahriga qochib o'tib, jazodan qutulib qolishgan. 1866-yil Xo'jand, 1868-yil Samarqand Rossiya bosqinchi qo'shinlari tomonidan egallangach, amirlik iqtisodiyotining asosiy tayanchi bo'lgan Zarafshon daryosi o'zanining katta qismi Rossiya tasarrufiga o'tdi. Rossiyaning Markaziy Osiyodagi paxtachilik siyosati daryo suvining kamayishiga, Buxoro amirligi hududida dehqonchilikning mushkil ahvolga tushib qolishiga sabab bo'ldi. Shunday sharoitda amirlik hududida chorvachilik taraqqiy etdi. Amirlik savdogarlari chorva mahsulotlari, xususan qorako'lchilik bilan yaxshi daromad qilishni yo'lga qo'yishgan edi. 1888-yil Samarqanddan amirlik hududiga temir yo'l izlarining yotqizilishi Buxoro savdogarlarining jahon bozorida faollashuviga turtki bo'lgan edi. Endilikda poyezdlar yordamida mahalliy tovarlarni osonlik bilan Rossiya va Yevropa mamlakatlariga olib borib sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Buxoroning taniqli xo'jalaridan biri Qosimxo'janing o'g'illari Po'latxo'ja va Ubaydulloh xo'ja ham aynan qorako'l mo'ynasi savdosi bilan shug'ullangan. Aka-uka Xo'jayevlar va boshqa savdogarlar jahon bozorida Buxoro qorako'l mo'ynalarini brend darajasiga chiqara olishgan edi. Ular Rossiyaning Astraxan va Nijniy Novgorod shaharlarida bo'ladigan jahon mo'ynachilik yarmarkalarida muntazam ishtirok etishar. Manbalarga ko'ra, Turkiya, Angliya, Fransiya hamda Germaniyada savdo do'konlari bo'lgan. Xususan, Ubaydulla xo'ja oltin va sarmoyalar hisobida millioner darajasiga chiqqan edi. Qorako'lchilikdan tashqari, u paxta va zargarlik buyumlari savdosi bilan ham shug'ullangan. Uning Moskva shahrida yirik savdo mahkamasi bo'lgan. Bo'lajak davlat arbobi Fayzulla Xo'jayev 1896-yilning 1-iyun sanasida nomi tilga olingan yirik savdogar Ubaydulla xo'ja xonadonida dunyoga keldi. Ubaydulla xo'ja asosan savdo ishlari bilan band bo'lgani sababli dastavval yosh Fayzullaning tarbiyaviy ishlari bilan onasi Rayhon bibi shug'ullangan. Rayhon bibi Buxoroning Peshku tumanida istiqomat qiluvchi hunarmandlar oilasidan chiqqan oqila ayol bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Fayzulla Xo'jayev aynan onasidan o'rganib savod chiqargan. 1905-yilda Ubaydulla xo'ja 10 yoshga yetay deb turgan Fayzullani Buxoroning nufuzli madrasalaridan biriga berdi. Fayzulla madrasada 2 yil davomida islom dinining fundamental asoslari, shuningdek shariat va hisob ilmini atroflicha o'zlashtirdi. Fayzulla Xo'jayevning bolaligi tengdoshlari bilan o'yin kulguda o'tgan deyish qiyin. Chunki bir o'rinda teran nigohlari bilan madrasada ma'ruza qilayotgan ustozga termulgan bola sifatida ko'rinsa, boshqa o'rinda Ubaydulla xo'ja Rossiyadan sotib olib keltirgan avtomobilni bolalarga xos bo'lmagan jiddiy qiyofada boshqarib borayotgan shaxsni ko'rish mumkin edi. Yevropani, g'arb dunyosini, uning nisbatan farovon jamiyat va rivojlangan tamaddunini ko'rgan savdogar Xo'jayevlar farzandlarining yetuk shaxs sifatida shakllanishi hamda savdo ishlariga munosib voris bo'la olishi uchun
madrasa ta'limi yetarli emasligini ko'ra bildi. Ular g'arbda xuddi o'zlaridek tadbirkor kimsalar farzandlarini nufuzli o'quv maskanlarida o'qitishini ham ko'rishgan edi. Buni tushunib yetgan aka-uka Xo'jayevlar ham o'z farzandlariga yaxshi ta'lim berishga harakat qilishgan. Shunday qilib Ubaydulla xo'ja 1907-yilda Fayzullani Moskvaga olib borib, u yerda xususiy o'qituvchi yollab ta'lim berishni yo'lga qo'ydi. Fayzulla 1907-12-yillarda Moskvada nemis millatiga mansub xususiy o'qituvchi qo'lida asosan dunyoviy fanlar, xususan rus tili, adabiyoti, hisob va tijorat ilmi kabilarni o'zlashtirdi. Bu bilimlar keyinchalik davlat arbobi sifatidagi faoliyatida muhim rol o'ynadi. Fayzulla Xo'jayev Moskvada nafaqat Rossiya, balki G'arb dunyosi bilan tanishdi. Mamlakatlarning rivojlanish va tanazzul sabablarini tahlil qila boshladi. Fayzulla o'z vatani Buxorodagi siyosiy ahvol, nochor iqtisodiyot, qoloq sanoat, ommaviy savodsizlik haqida o'ylar ekan, ularga yechim topish xususida bosh qotira boshladi. Bunday g'oyalar uni Buxoro jadidlari bilan yaqinlashtirdi. Aftidan Fayzulla Xo'jayev Moskvada turib, Istanbulda tahsil olayotgan amakivachchalari Usmon va Otolla Xo'jayevlar va boshqa jadidlar bilan maktub yozishib turgan. 1912-yil qishiga kelib, Ubaydulla xo'ja kasallikka chalinib, ahvoli og'irlasha boshlaydi. Shu munosabat bilan Fayzulla savdo ishlarini yuritish uchun Moskvadan Buxoroga chaqirib olinadi. 16 yoshli o'smir bo'lgan Fayzulla Buxoroga keliboq zimmasiga tushgan mas'uliyatni ado etishga kirishadi. Ubaydulla xo'janing bemorligidan foydalanib, uning Chorjoy va boshqa shaharlardagi ish boshqaruvchilari rus korrupsion amaldorlari bilan til biriktirib, tovar eksportini to'xtatib qo'yishgan edi. Fayzulla bu kabi muammolarni mustaqil bartaraf etdi. Ubaydulla xo'ja Moskvadan qaytgan o'g'lining gap so'zi, yurish-turishida savdogarni emas, balki ko'proq siyosiy arbobni ko'rdi. O'z umrining poyoniga yetganini sezgan Ubaydulla xo'ja Buxoro ulamolarining maslahatiga binoan haj ziyoratini amalga oshirishga bel bog'laydi. Bu davrda puldor musulmonlar haj ziyoratiga borish uchun Buxoro, Toshkent, Odessa shaharlari oralig'ida poyezd orqali Odessadan Arabistondagi Jidda portiga qadar kemada suzar edi. Ubaydulla xo'ja ham o'g'li Fayzulla va bir qancha xizmatkorlari hamrohligida bir vagonni ijaraga olib, Buxorodan poyezdda yo'lga chiqdi. Afsuski, u yarim yo'lda Ukraina hududidagi Odessa shahriga yetib kelganda 54 yoshida olamdan o'tdi. Fayzulla otasining jasadini Buxoroga qaytarib olib kelib, dafn ettirgan. Otasi o'limidan so'ng yosh Fayzulla Xo'jayevning hayoti butkul o'zgarib ketdi. Endilikda u siyosiy arbob sifatida shakllana boshladi.